Soat. Ertalab ishga ketayotib, bunday qarasam, qo'l soatim to'xtab qopti. Silkitib ko'rdim, burab ko'rdim, qani yursa. Soat to'xtab qopti, dedim ostonada turgancha. Keliningiz chimirildi. Sizning qo'lingizga tushgan narsa sog' qolarmidi? Aslida-ku soatda haqqim ham qolmagan. 10 yildan buyon, 15 yildan buyon taqaman. Shunaqa-ku, soatni keliningiz sovg'a qilgan, o'z qo'li bilan. Xotin kishining sovg'asi tufli ichidan turtib chiqqan mixga o'xshaydi. O'zini eslatib turmasa, ko'ngli joyiga tushmaydi. Ustiga ustak bizning soat allaqanday batareyali soatlardan emas. Mexanicheskiy, buraladigan. Yosh bolaga o'xshaysiz, dedi keliningiz dashnom berib. Darrov tuzattirib oling. Nima bo'lsa bo'ldi, dedim-u bekatdagi soatsozning do'konchasiga kirdim. Bir ko'ziga durbin taqib o'tirgan burni cho'michday soatsoz qoshini uchirib imo qildi. Xizmat akamullo, indamay soatni uzatdim. U soatning orqa qopqog'ini ochdi-da, og'ir-og'ir bosh chayqadi. Soat deganini munday tutmaydilar-da, akamullo. Buni qarang, buni qarang. U allaqanday katta kichik vinchchalari qalashib yotgan soatni burnimning tagiga olib kelib ko'z-ko'z qildi. Bir tonna kir yig'ilibdi-ku ichiga. Hay endi o'zingiz bir kun yuvinmasangiz ta'bingiz tirriq bo'lib yurasiz. Hay bu soat deganini ham ozoda saqlash kerak-da. Akamullo, yaqin 5 yildan buyon qo'l tegmay kirlanib ketibdi-ku jonivor. Qachon tuzatasiz, dedim gapni cho'zmaslik uchun jerkibroq. Hay endi akamullo, bo'yoqchining meli emas-da bu. Har bitta vintini olib tozalaymiz, yana o'rniga qo'yamiz. Hay ana 5 kunda kelsangiz soat tappa tayyorda akamullo. Qo'ya qoling usta, dedim chaynalib. Kelgusi safar olib kelarman. Ixtiyor o'zingizga. Usta soatni qaytardi-yu, bir ko'ziga durbinni tutib ishini qilaverdi. Bekatga borib chorak soatcha turdim, hamki avtobusdan darak yo'q. Endi xunob bo'la boshlagan edim. Ko'chaning u yuzida sartaroshxona yonboshida joylashgan boshqa bir soatsozlik do'koni esimga tushib qoldi. Bir kirib ko'rmaymanmi, dedim o'zimga o'zim. Ishga kechikdim. Baribir soatni tuzattirish kerak-ku. Bu do'konning ustasi jingalak sochli yigit ekan. Chaqqonlik bilan soatni ochdi-yu, shu qadar alamisdan bilan hushtak chalib yubordiki, soatga emas, ustaga rahmim kelib ketdi. Keyin xuddi og'ir jinoyat qilib qo'ygan odamga tikilgandek ko'zimga qarab uzoq tikildi. Ha, dedim uning tikilishiga tob bera olmay. Yoqut, dedi soatsoz ma'noli bosh chayqab. Nima yoqut? Har qanday mexanический soatda tosh bo'ladi. Mana, 12 камней deb yozib qo'yibdi. Demak, bu soatda 12 ta tosh bor degani. Tosh nimadan bo'ladi? Yoqutdan. Nima qipti, dedim xavotirlanib. Nima qilardi? Soatingizning toshi to'kilib tamom bo'pti, og'ayni. Yoqut degan narsa qanaqa kamyob toshligini bilasizmi? Usta sirli gap aytayotgandek ovozini pasaytirdi. Menga qarang, og'ayni. O'zimizning odam ekansiz. Siz uchun mayli. Topaman. Qancha bo'ladi, dedim yengil tortib. Usta oliy matematika mashqini bajarayotgandek peshonasini tirishtirib uzoq hisobladi. 15 ming so'm, dedi nihoyat mushkul masalani yechgandek yengil tortib. Sizga 15 ming so'm. Hozir munoychukun soatlarga zapchast topish oson emas. Antikvar soat bu. Ammo lekin o'zimizning odam bo'lganingiz uchun amallayman-da, og'ayni. Bo'lmasa-ku, bu soatni allaqachon poyezdning tagiga tashlab yuborib, qutulganingizning suyunchisiga ziyofat qilib berishingiz kerak edi-ya. Rahmat. Ustaning qo'lidan soatni tortib oldim. U o'rnidan turib ketdi. Iye. Ha, yo'l bo'lsin, og'ayni. Poyezd yo'liga, dedim to'ng'illab. Avtobusdan tushib ishxona darvozasiga yetibmanki, hamon boshimga balo bo'lgan soatning ustalarining go'riga g'isht qalayman. Aksiga olib, shundoq kiraverishdagi temir darvozaning yonida ham soatsozlik ustaxonasi bor ekan. Har kuni shu yerdan kirib chiqarkanman-u, e'tibor bermas ekanman. Ishing tushmaganidan keyin shuda. Mana, qasdlashish bo'lsa deb bu ustaxonaga ham kirdim.
Haftaga qarab yoshini bilib bo'lmaydigan, peshonasi tirishgan, yuzi qoshiqdekkina kishi oyna to'siq orqasidagi teshikchadan indamay qo'l uzatdi. Soatni oldi-yu negadir orqasini emas, oynasini ochdi. Bir nima qirs etdi. Tamom, dedim ichimdan zil ketib. Soatdan ajralding. Bir chekkasi yaxshiyam bo'ldi. Qutulding. Usta qo'lidagi soatga qarab soatimni to'g'riladi-da tuynukdan uzatdi. Marhamat. Hayron bo'lib soatni qulog'imga tutsam, binoyidek yurib turibdi. Qancha bo'ladi, dedim kissamni kovlab. Pulingiz kerakmas. Mili oynasiga tegib qopti. Ehtiyot qiling, dedi usta. Xulosa, o'zingizni